Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonim, omonmisiz? Xo'p, alhamdulillah, yana bir go'zal ijod. Bektemir, Gulzor mahalla, inshaalloh bitta mana. Allohga beadad shukr. Xo'p. O'rtaga o'zlarining planlari bor ekan, nimadir, shuning uchun ikki yoqqa qilib berdik. Joyimiz razmeri, xo'p, 3,5 ga 3,5 deylik. Mana shu razmerda inshaalloh eng go'zali, eng sifatligi bitta. Xo'p, katta 60 ga 90 lik gazli plita. Xo'p, o'zlarida bor ekan, shuni o'rnatildi. Xullas, joylari tashlandi. Rabochiy zonasi bilan juda katta bo'lib stollari bilan tushdi. Mo'ykani o'rni. Inshaalloh hammasi o'ta bir ideal bo'lib bitdi. Allohga shukr. Xo'p, 60 litrli qozon burchakda. Dva vadnom, air tandir hamda mangal. Bu ham inshaalloh o'ta zo'r bo'lib bitdi. Yoqib qo'ydik. Hammasini gazga moslashtirib berdik. Shu holatda qadrdon shuflar o'ta mayda qilib, go'zal qilib bitkizdik. Xo'p, qadrdon, ukamiz ikki og'iz gaplari bor ekan. Nima deydi? Minnatdorchilik sifatida. Xo'p, Chojaxon nima deysiz? Qadrdon, o'ting, oldilariga o'tingda. Assalomu alaykum, Xudodan akam obunachilari. Xudo xolasa, Xudodan akamiz ishlari bitdi. Ko'nglimizdan ham anchagina go'zal va zo'r chiqdi. Mashalloh. Nasib qilsin uka, inshaalloh. Yaxshi kunlarimizni ishlataylik. Ilohim, ihsonlarga rahmat. Shunchalik vaqtlardan ayamay bizga vaqt ajratib, shuncha keldilar, qildilar. Hech narsadan ayamasdan. Xudo xolasa ularning ishlariga omad, obunachilaring bo'lsin. Rahmat aka, salomat bo'ling. Inshaalloh bu xizmatlarimiz yaxshi kunlarga, ehsonlarga, to'y tantanalarga xizmat qilsin. Xudo xolasa mazza qilib ovqatlar qilganda tutamasdan mazza qilib qilayotgan payt bitta duo qilib qo'yasizlar, shuni o'zi yetarli inshaalloh. Xo'p, qadrdon, endi bitta sinov jarayonini ko'ramiz. Jasur akamni barakali qo'llaridan bitta yoqsinlar, qani tutatsinlar, nima gap, nima so'z. Xullas, asosiysi o'tinga moslab beramiz. Keyin nima yoqsa yonaveradi, xudo xolasa. Yoqib, xullas gazmidi, hammasini yoqsa bo'ladi. Lekin asosiysi o'tin, baribir garantiya yo'q hamma narsaga. Masalan, gaz ham o'chib qolishi mumkin vaqti bilan. O'sha paytda shartta o'tinga yoqib, bemalol qilsa bo'ladi, davay. Meni oldimgacha keldi-yu, pullaringiz. Mashalloh. Xullas, super pilisos holatda. Xudo xolasa, ha. Bo'ldi, keyingisi mangal. Tandir mangalimiz xullas. Xullas bu ham hali yonma, tandir yonib turibdi, o'shanga tortishlari zo'r edi, xudo xolasa. Qozonimiz. Shu holatda qadrdon. Shundoq. O tepalarga ko'rib baribir oqib ketyapti, qarang. Qancha chiqqani ham qaytib kirib ketyapti. Xo'p, qadrdonim, sog' bo'ling, salomat bo'ling, vaqtingizga rozi bo'ling. Xo'p. Xullas, o'zingiz chetdasiz, Rossiya yoki qayerdadirsiz. Xullas, mana shu ko'rib turgan hamma narsangizni eng sifatligini, yana qozonlarimiz qopqoqlari bilan, eshiklar eng yaxshisi, yana tepalariga yaxshi metallogranitlardan olib borib, xudo xolasa mana shu hammasini olib borib go'zal qilib bitkizib beramiz. Xullas, sizdan hech nima talab qilinmaydi. Shu yotoq joy, oziq-ovqat bo'ldi, tamom. Xudo xolasa o'zingiz yo'q bo'lsangizda ko'ngildan chiqarib eng yaxshisida xudo xolasa bitkazib beramiz, qadrdon. Xo'p, qadrdonim, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Inshaalloh siznikida ko'rishaylik.
Vaqtingizga rozi bo'ling.